Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Mehroj. Bugun sizlar bilan ko'radigan loyihamiz umumiy 7 sotixli yer maydoniga mo'ljallangan bo'lib, o'lchamlari ko'cha tomonidan 26 metr va 20 santimetrni tashkil qiladi. Uzunligi esa 27 metrdan iborat. Bu degani loyihamiz 7 sotixli yer maydoni uchun mo'ljallangan bo'lib, o'z ichiga 4 ta yotoqxona, bitta oshxona, 2 ta mehmonxona, 3 ta sanuzel, alohida katyol qismi, alohida yozgi oshxona hamda kattagina naves qismlarini o'z ichiga oladi. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun hamda videomiz ommabop bo'lishligi uchun video ostida bir donadan like qoldirishni unutmang. Fikr mulohazalaringizni esa kommentariyada kutib qolamiz. Agarda bizni faoliyatimiz bilan yaqinroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Telegram kanalimiz ssilkasi esa pastda opisaniyada qoldirib o'tilgan. Agarda sizga ham sifatli va mukammal interyer hamda eksteryer dizayn xizmatlari yoki arxitektura xizmatlari kerak bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa boshlaymiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, loyihamiz ko'cha tomonining umumiy uzunligi 26 metr va 20 santimetrni tashkil qiladi. Uyimizning ko'cha tomoni katta bo'lganligi sababli ko'cha tarafga qo'shimcha ravishda yashil maydonlarni mo'ljallab ketganmiz. Uyimizga kirish darvozasi esa chap tomonda qoldirib ketilgan. Darvozadan ichkari tomonga yuramiz. Ichkariga kirganimizdan so'ng esa bizni anchagina kengligi 7 metrga teng darvozaxonamiz qarshi oladi. Bu yerga bemalol kattagina bitta so'rini qo'ysak ham yonboshidan o'tib qaytishga va mashinaga joy topiladi deb o'ylayman. Undan so'ng esa xuddi mana shu joyda, ya'ni o'ng tomonimizda bizni mehmonxona qismimiz qoldirib o'tilgan, ya'ni uyimizning katta mehmonxonasi xuddi mana shu joyda joylashtirib o'tilgan. Va mana shu zinaning orqa tarafida esa bitta qo'l yuvish uchun umivalligimiz ham ajratib ketilgan do'stlar. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, ikkita mehmonxonamiz bor dedik. Mehmonxonalarimizning kattaligi esa 25 kvadratdan 33 kvadratgacha bo'lgan maydonni tashkil qiladi. Bu esa katta mehmonxonamiz bo'lib, mehmonxonamizning ikkita derazasi uyimizning ko'cha tomoniga qaratib o'tilgan va undan tashqari do'stlar, to'g'rida, ya'ni mehmonxonamizning to'g'rida yana bitta eshigimiz mavjud. Bu eshik esa bizni asosiy uy bilan bog'laydi do'stlar. Xuddi mana shunday qilib mehmonxonadan qaytib chiqamiz va darvozaxonamizdan to'g'riga qarab yuramiz. Uy egasining xohishiga ko'ra darvozaxonaning to'g'risidan xuddi mana shuncha yana navesni qo'shib loyihalab berdik do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, navesimiz xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega. Kattaligiga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy kattaligi, ya'ni navesimizning kattaligi 135 metr kvadrat maydonni oladi do'stlar. Mana bu esa uyimizning old taraf ko'rinishi va landshaftning dizayni bo'ladi. To'g'riga esa bitta vodopadni ham joylashtirib ketganmiz. Uning ustida esa o'rtada fontanlarimiz qoldirib o'tilgan va navesimizning to'g'risiga ham bitta besetkani qo'shimcha qilib joylashtirib o'tib ketganmiz. Umumiy holatda uyimizga kirish eshiklari tashqaridan 4 ta. Birinchisi darvozaxonada ko'rib o'tdik, ikkinchisi esa mana shu o'rtadan kiradigan asosiy eshigimiz, uchinchisi esa mana bu o'rtadan kiriladi va to'rtinchi eshigimiz katyol tomonidan kiriladi. Bularni hammasini birma-bir tushuntirib o'tamiz. Endi esa ichkariga qarab yurishimizni boshlaymiz. Mana shu zinalar orqali yuqoriga ko'tarilamiz va kattagina panoramli eshigimizdan ichkari tomon yuramiz. Ichkarida esa bizning keng koridorimiz qarshi oladi. Koridorimizning chap tarafida esa umumiy mehmonxona qoldirib o'tilgan bo'lib, bu mehmonxonamizning maydoni 25 metr kvadratdan iborat va mehmonxonamizning derazasi uyimizning hovli tarafiga qaratib ketilgan do'stlar. Mehmonxonamizning qarshisida esa kattagina ota-onalar uchun ajratilgan alohida yotoqxona qismi mavjud bo'lib, bu yotoqxonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Aytib o'tganimizdek, o'zining ichida alohida sanuzeli hamda garderobi bilan birgalikda qoldirib ketilgan. Mana bu do'stlar, ko'rib turganimiz sanuzel qismi bo'ladigan bo'lsa, buning yon tarafida esa alohida garderobimiz ham ajratib ketilgan va bu yotoqxonamizning derazasi ham uyimizning hovli qismiga qaratib ketilgan.
Bu xonamizdan ham qaytib chiqamiz va to'g'riga qarab yuramiz. To'g'rida avval boshda kirib tushuntirib o'tgan mehmonxonamiz qoldirib ketilgan va endi chap tarafga qarab koridorimiz davom etadi. Sezgan bo'lsangiz, koridorimiz G obrazniy bo'lib, chap tomonimizga qarab davom etmoqda. Bu yerda mehmonxonadan so'ng bolalar yotoqxonasi qoldirib ketilgan va bolalar yotoqxonasining derazasi ham uyimizning orqa tarafiga qaratib ketilgan va umumiy mana shunday ko'rinishga ega do'stlar. Bu xonamizdan ham qaytib koridorimizga chiqamiz. To'g'riga qarab yurishimizda davom etamiz. Bolalar yotoqxonasining orqa tomonida esa yana 2 kishilik yotoqxona. Buni ham bolalar yotoqxonasi desak bo'ladi. Qoldirib ketilgan. Bu yotoqxonamizning ham derazalari uyimizning orqa tarafiga qaratib o'tilgan va anchagina keng, bemalol ichida dam olib, bir vaqtning o'zida dars tayyorlasa ham bo'ladi. Koridorimizning eng to'ridagi xonamiz esa umumiy sanuzilimiz hisoblanadi. Ya'ni mana shu korpus egalariga tegishli bo'lgan umumiy sanuzilimiz bo'lib, bu sanuzilimizning yon tarafida esa oshxona qismi qoldirib ketilgan do'stlar. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni ko'p hollarda mana shunday muammo bo'ladi. Oshxonamiz uydan tashqarida joylashib qoladi. Uydan tashqarida joylashgan oshxona, masalan, uyda ovqat qilinganda qanchadir masofa borib, demak, ovqatlanish uchun borib oshxonaga anchagina vaqt ketkazish kerak yoki u oshxonalardan ko'pincha o'tirish uchun deyarli foydalanilmaydi. Shunchaki ovqat qilinadi, yana u tashiladi, 2-3 ta eshikdan kiriladi. Mana shunday noqulayliklar olib kiradi. Aksincha, uyni juda ichkarisida joylashgan oshxonalar ham noqulay, ya'ni u hovlidan uzilgan bo'ladi. Masalan, yozgi oshxonada yoki tandirxonada o'choqda ishlayotgan vaqtda oshxonaga kirib chiqish ham anchagina noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun oshxonani shunday joyda joylashtirish kerakki, ham uyni oldiga yaqinroq bo'lsin va bir vaqtning o'zida uyni o'zi bilan, xonalari bilan bog'langan bo'lsin. Bu loyihamizda ham xuddi mana shu usuldan foydalanganmiz, ya'ni oshxonamiz nafaqat demak uyni ichida joylashtirilgan, balki bu loyihamizni ikkita ro'zg'orlik loyiha deyiladigan bo'lsa, ikkita ro'zg'or tomonidan ham bir vaqtda kirib xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallab, demak, loyihalab ketilgan. Ya'ni hozir kirib o'tgan tarafimiz, ya'ni asosiy korpusimiz tomonidan mana shu eshikdan kiriladigan bo'lsa, bu yerda ovqat tayyorlanib, mana shu yerda tamaddi qilinsa, uyimizning derazasi uyimizning hovli tarafiga qaratib o'tilgan. Deyarli ayollarimiz 70-80% vaqtini xuddi mana shu joyda, ya'ni oshxonada o'tkazadi. Bolalar tashqarida o'ynab yurgan bo'lishi mumkin yoki birov chaqirib kelishi mumkin uyga. Shunday vaqtda, demak, qarash uchun juda ham qulay, uyni oldiga derazasi qaraganligi. Bu oshxonamizning ikkinchi tomonida ham eshigimiz qoldirib ketilgan. Mana shu eshigimizga kirish tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun bir marta yana tashqariga chiqmoqchiman. Ya'ni asosiy kirish eshiklarini ikkita deydi, ikkita korpusimizga. Birinchisi xuddi mana shu joydan biz aylanib kelib oshxonaga kirdik, ikkinchisi esa chap tarafda qoldirib o'tilgan. Bu yerda zinani ichkariga tortganmiz. Buning sababi esa yog'ingarchilik vaqtlarida yoki juda quyosh qizdirgan vaqtlar oyoq kiyimlarni nam qilishi yoki ortiqcha qizib ketishi mumkin. O'shanday vaqtlar oyoq kiyimlarni, demak, umuman yoki kiyib bo'lmaydi yoki kiyish anchagina noqulaylik tug'diradi. Umuman olganda, masalan, yer muzlashi mumkin, suv to'kilishi mumkin va sirpanchiq bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda zinalarimiz iloji boricha yopiq joyda bo'lgani ma'qul deb hisoblayman. Shuning uchun ham bu kirish eshigimizni ham ichkariga tortib ketganmiz, ya'ni zinalarimiz hammasi panada joylashtirib o'tilgan. Undan so'ng esa ichkarida eshigimiz qoldirib ketilgan. Ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yerda aytib o'tganimizdek, o'ng tarafda bizni oshxona qismimiz qoldirib ketilgan bo'lsa, chap tomonda esa alohida yotoqxona qismimiz mavjud. Bu yotoqxonani uy egasi o'zining ota-onasi uchun mo'ljallab bergan. Bilamizki, qarigandan keyin ko'p shovqinlar yoqmaydi. Shuning uchun ham nabiralardan sal uzoqroq, tinchroq joy va uning ustiga bu yotoqxonamizning ichkarisida yana bitta eshigi borki, bu eshik to'g'ridan to'g'ri bu yotoqxonamizni yuvinish uchun ajratilgan alohida hammom qismiga demak ulab yuboradi.
Bu hammomimizga tashqaridan ham kirsa bo'ladi, ya'ni bu hammomimizga mana shu yozgi oshxona tomonimizdan kiriladi. Bu yerda umumiy hammom va hammomimizni yon tarafida esa bizni kotyol qismimiz qoldirib o'tilgan. Mana shu xonamiz kotyol uchun ajratib o'tilgan va buning yonboshida esa yozgi oshxonamiz ham mavjud. Do'stlar, bugun sizlar bilan umumiy mana shu loyihamizni hamma qismini tushuntirishga harakat qildik. Adashib ketmaslik uchun bir boshdan boshlaymiz. Navisdan kirganimizdan so'ng o'ng qo'lda bitta mehmonxona qismi qoldirib ketilgan. Asosiy uyning eshigidan kirganimizda o'ng qo'lda yotoqxona, chap qo'lda esa mehmonxona. To'g'rida esa boya tushuntirib o'tgan mehmonxonamiz, uning yon tarafida esa ikkita bolalar yotoqxonasi va koridorimizning eng oxirida sanuzel, sanuzelning yonboshida esa oshxona. Oshxonani yon tarafida esa ota-onalar yotoqxonasi va ota-onalar yotoqxonasi o'z o'rnida hammom bilan demak hamohang bog'lanib ketgan. Buni ikkinchi tarafida esa kotyol qismi hamda yozgi oshxonamiz joylashtirib ketilgan. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun yana bir bor obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Mehroj va quruvchi o'z jamoasi bo'ldi. Keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.